Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalar. Bugun mana Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumaniga keldik. Boshliq keling. O'zingiz joylaringizda bir adreslarni. Yo'q, bittadan keyin issiq bo'ladi. Har doim soya bo'lsa bulardan chiqmaydi. Ya, soya ertalab shunday soya bo'lar ekanda, keyin u yoqqa o'tar ekan. Ha, bittadan keyin nariyoqqa o'tadi quyosh. Bu kavraklar biz hozir birinchi qayerdamiz? Hozir Sariosiyo tumanidasiz aka. Sariosiyoning qayeriga? Yoqutli bog' mahallasi. Aha. Shu yerda Nechta ko'chat olib ekuvlaring? 6000 ga yaqin edi. 6000 taga yaqini. Yaqin edi. Deyarli o'zi hammasi chiqibdi-da. Chiqqan. Poteriya bo'lmadimi? Poteriya вообще kam. 100 ta. Bo'lmadi desa ham bo'ladi, ha. Poteriya. 50 ta, 100 ta. Bu qachon ekilgan edi? Qaysi? 2023 noyabr shekilli. 2023-yil noyabrmi? Noyabr edi. Adashmasam. Bir ochib ko'raylik qani. Qanday bo'ldi? Ochamiz. Birinchi boshida bargi bunday emas edi, barglari. Yo'q, 2 qiloq edi. 2 quloq edi. Hozir kattarib ketdi. Hozir 5 talik bo'lib chiqqan, ha. Hozir 5 ta bo'lib quloq, chiqqan. O'tgan kun endi aziz obunachilar buni o'zi bu inson ukalari, akalari qilgan. Hech qilmagan bu akam. Ha, Alisher aka degan akalari bor, juda ham yaxshi, bir taqvodor, musulmon inson. Juda hurmat qilamiz, xarakteri bizga mos keladi, biz bilan hamkor. Alisher aka ham juda ham hurmat qilamiz. Hurmat qilganimiz yuzasidan keldik bu yerga. Rasmini tashlagan payti juda xursand bo'ldim. Rivojlanishi juda ham zo'r edi, aka. Shavkat aka, sizga ham tashladim-ku. Gruppaga tashladim. Gruppaga tashladim, juda ham zo'r. Buni ham 50%, 60% ni bemalol hozir ham kestirsa bo'ladi. Endi men o'rtachasini bittasini oching-da. Endi o'rtachasini. Mana buni ochsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda ochamiz. U tarafdan ochsangiz ham bo'ladi. Mayli, farqi yo'q, keling. Loy emasa? Yo'q, loy emas. Suv bermayaptilar, a? Yo'q, hali suv qo'yilgani yo'q. Buni qo'shnilar so'ramayaptimi, nima ekkansizlar o'zi deb? Qiziqish bo'lyapti. So'rayapti, ko'rgani. Nima bu deb so'raydimi? Ha. Mana juda ham chiroyli mana. Chiqqan hammasi. Deyarli 99% chiqqan, ha? 99% chiqqan, ha. Nima qilamiz, kattaroq ochamiz bu tarafda. Farqi yo'q, uni kattasi. Bular har xil ekilganda, mana shundan buyoq kattasi. O'zi ko'cha, ha. Ko'chat kelgan paytda o'zi qanday edi shuni tuzilishi, shakli? Tuzilishlari mana shu. Mana kichik bo'lganda. Buniki sartarovka qilishganda kattalarini birinchi ekishgan. Kattalari qanday, kichkinalari qanday bo'lgan shu haqida bir. Kattalari shu pichoq dastasida bo'lganda. Maydasicha? Maydalar chillakday bo'lgan, yo'q bu. Chillakda, ruchkada. Ruchkada, ha, har xil bo'lgan. Mana shuni mana 3 shoxlarni bittasini ochaylik qani, mana shuni tomirini. Mana 3 ta shox ekan. Pichoq bilan kovlab. Shavkat aka pichoqni o'zi siz zo'r ishlatasiz-da. Pichoq bilan kovlaysiz yani. Yaqinlashma, sabzor bo'lsin. Ochamiz. Sabzor. Qo'l bilan olaydan boshqa. Hosil olishga tayyorda bu. O'tkazib olasiz. Aka, qavay. Bunga berib javob beraman sizga. Yeram qora qurol yer. Hosilashni ochamiz shuni. Mana kirib hozir sizlarga yaxshi ko'rinish. Aylanasiga ochamiz. Shavkat akadan ichkizib ketdi. Shavkat akadan Alloh rozi bo'lsin, mana shuncha kelganimizga Denov, hurmat qilishdan ketsin. Hamma joyga olib qo'yib. O'chanagan. Yo'q, oching, kakasi yana oching. Kattaligini ko'rsatadi. Azat bo'ldi bu endi. O'zimga ham qiziq bo'lyapti. Kesilgan bola topib beraman-da, agar achilik bilan maslahat tashlaylik. Oching yo'llarni oching. Mana etik. Mana bu mana. Qo'lni oching. Pasma o'sha pasjoymi? Ha, pasjoymi. Endi o'qigan paytingiz qanday bo'ldi? Mana shunday bo'lganda, tarasida. Mana shunday bo'ldi. Shuncha qalin, shuncha. Eng kattasi barmoq edi. Eng kattasi barmoq. Ko'rsatish barmoq, eng katta ko'rsatish barmoq.